inson molidan bir narsani infoq qilsa, ushrini bersa, zakotini bersa, Alloh taolo uni qalbini isloh qilib qo'yar ekan. Qalbidagi yomonliklarni ketkizib qo'yar ekan. Qalbidagi nojo'ya narsalarni, g'illig'ash yomonliklarni Alloh taolo ketkizib qo'yar ekan. Bir odamning qalbida bir kishiga yomonlik bor. Yomonlik bor. Ha, bir qo'limga tushsang dabdalangni chiqaraman deb mo'ljal qilib yuribdi. Agar zakotini, ihsonini beradigan bo'lsa, Alloh taolo shu nafratni pasaytirib qo'yar ekan. Agarki o'sha ihsonini qilmasa, Alloh taolo uni qalbini buzib qo'yar ekan. O'sha bilan ovora bo'lib qolaverar ekan. Qalbi sahiy odam Allohga yaqin, jannatga yaqin, odamlarga yaqin va do'zaxdan uzoqdir degan hadis bor. Baxil odam Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, odamlardan uzoq va do'zaxga yaqinroqdir. Bugun biz qodir bo'ldikmi? Baba bizniki emas ular. Bizning uy-joyimiz, cho'ntagimizdagi pulimiz, aborotimizdagi mol-mulkimiz baribir bizniki emas. Tashab ketamiz uni qachondir. Birodarlarimizning haqqini yemaylik. Inshaalloh yaxshi bo'ladi.